Assalomu alaykum barchaga. Bugun men sizlarga Mega taksida emas, zo'r taksida qanaqa qilib buyurtmalarni olishni ko'rsatib o'taman. Mana qaraymiz. Ikkita xabar tushgan. Birinchisi mana bu Mega taksi, mana bu ikkinchisi zo'r taksi. Demak, birinchi zo'r taksidan foydalanib ko'ramiz. Demak, zo'r taksida mijozni olish tugmani bosamiz, ochish qilamiz. Bizda ochildi. Mana promoy mana bu joydan telefon qilsak bo'ladi, qo'ng'iroq yoki mana bu telefon raqamini ustiga bossak, telefon qilish imkoniyati ochiladi mana bizga. Mana bu holatda. Xo'p, demak bu ustunligi, ikkinchi ustunligi. Mayli, bundan chiqaylik. Bunda esa nima qilinadi? Bunda mijoz olish tugmasini bosamiz, kutamiz. Mana bizga endi bot buyurtma yubordi. Endi botga kirish qilishimiz kerak. Botga kirdi. Endi mana bu joydan endi telefon qilsak bo'ladi. Xo'p, okey. Keyingi xabarga o'tamiz. Misol uchun mana bu xabarlarga o'tamiz. Misol uchun Mamaydan 2 kishi bor deyiladi. Ochish qilamiz. Bu zo'r taksida. Endi bunda telefon nomeri yo'q. Bunda telefon nomeri yo'q. Shunchaki guruhda ko'rish qilamiz. Mana o'sha yozgan odam xabar turibdi mana bu joyda. Shunchaki ilichkasiga o'tib yozamiz. Demak, bu zo'r taksida edi. Endi Mega taksida ham shunaqa nomeri yo'qqa qilib ko'ramiz. Xo'p. Demak, mana hozirga Noringa 4 kishi To'raqo'rg'ondan deyiladi. Buni Mega taksida olmoqchi bo'lsak, mana bunaqa xabarni okey qilamiz. Botga kiramiz va botga kirgandan keyin sizga buyurtma yuborildi deyiladi. Endi qayta bunga mijozni topish tugmasini qilib, keyin bunga o'tishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni nechta qadam bo'lyapti? Jami 4 ta 5 ta qadam bo'lyapti. Zo'r taksida esa shu 2 ta qadamda o'sha mijoz bilan bog'lab o'tdik. Xo'p, keyin zo'r taksida buyurtmalar mana bunga qaraganda ancha ko'p tushadi. Mana, hop ochish qilamiz. Mana telefon raqami ham tayyor turibdi. Bog'lanish imkoniyatlari ham ko'p bo'ladi. Misol uchun, bunda zo'r taksida qo'ng'iroq qilish, telefon nomeri bo'lsa qo'ng'iroq qilish bo'ladi yoki mana bunda telefon nomeri bo'lsa qo'ng'iroq qilish bo'ladi. Guruhdan ko'rishni ko'rdik mana. Mana odam xabar yozgan ekan, mana diskasiga o'tib ishlasak bo'ladi. Xo'p, endi ba'zi bir holatlarda guruhdan ko'rish qilganimizda guruh adminlari yoki guruh ichidagi qanaqadir botlar xabar o'chirib tashlagan bo'ladi. Mana bu telefon nomeri ham bo'lmasa, bextiyor telefon nomeri qo'ng'iroq tugmasi chiqmasa, unda Mega taksida u bilan bog'lanish imkoniyati yo'qolib qoladi. Zo'r taksida mana bu chat ham bor. Misol uchun men bu chatdan assalomu alaykum deb yozsam, ko'ramiz. Mana xabarimiz yetib tushdi. Endi buni haqiqatan ham xabarimiz yetib tushganligini ko'rish uchun men shunchaki chiqaman va gruppadan chiqaman. Mana bu joyga o'tib, mana ko'radigan bo'lsak, nima bo'ldi? Xabarimiz o'sha odamga yetib tushgan. Bu zo'r imkoniyat. Shuning uchun men sizlarga zo'r taksidan foydalanishni tavsiya qilyapman. Agar Mega taksi yaxshi bo'lganda, men Mega taksidan foydalanaveringlar derdim.